Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Bor gap podkastining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng dolzarb va qiziqarli yangiliklarni muhokama qilamiz. Manchester City'ning tajribali markaziy himoyachisi Ruben Dias faoliyatini Ispaniyada davom ettirishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, Madridning Real klubi portugaliyalik futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Diasning o'zi ham ushbu variantlarni ko'rib chiqayotganligi aytilmoqda, ammo Manchester City uni jamoada olib qolishni istaydi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu City himoyasidagi muhim o'zgarishlardan biriga aylanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov bugungi kunda jamoaning asosiy markaziy himoyachilaridan biri hisoblanadi. Britaniyalik taniqli jurnalist va teleboshlovchi Piers Morgan yana bahsli fikr bildirdi. Uning aytishicha, Cristiano Ronaldo futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi. Morgan hatto Lionel Messini tarixdagi eng yaxshi argentinalik futbolchi deb ham hisoblamasligini ham aytib, bu unvonni Diego Maradonaga berdi. Tabiiyki, bu fikr ijtimoiy tarmoqlarda yana qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Cristiano Ronaldo O'zbekiston qarshi uchrashuvda dubl qayd etib, yana bir nechta tarixiy rekordlarni yangiladi. Portugaliyalik afsona jahon chempionatlarida gollar sonini 10 taga yetkazib, Eusebio'ning rekordini ortda qoldirdi. Bundan tashqari jahon chempionati tarixida dubl qayd etgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi. Ronaldoning professional faoliyatidagi gollar soni 975 taga yetdi. Endi u 1000 gollik marraga atigi 25 ta gol uzoqlikda turibdi. O'zbekistonlik futbolchilarga Yevropa klublarining qiziqishi tobora ortmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Abbosbek Fayzullayevni Londonning Chelsea klubi kuzatmoqda. Shuningdek, yosh iste'dodli Behriz Karimovni ham Yevropaning kuchli 5 chempionatidagi bir nechta klublar diqqat bilan kuzatib bormoqda. Agar bu transferlar amalga oshsa, O'zbekiston futboli uchun yana bir tarixiy qadam bo'lishi mumkin. Bizda hozircha shu. Xayr, salomat bo'ling.